Assalomu alaykum aziz muxlis. Shov-shuv Uzbek kanalimizga xush kelibsiz. Ana quyosh bilan zo'r bir. There is 29 villas. Endi We are moving around Alcazar Hotel. azizlar, barchaga xayrli kun. Bugun biz oilaviy kemadamiz. Alqasrni maza qilib aylamoqmiz. Adasi shu yerda ham ish bilan bandlar. Dam olish bu odam uchun emas. Faqat ish onlayn boshqarib turadilar. Qachonki dam olishga chiqsalar. Bir yilda bir marta dam oladigan odamlar. Biz 10-15 martalab ketib ketamiz Dubayga, lekin Marat Xayrullayevich faqatgina yanvar oyida 8 kun, 5 kunga keladilar. Jismoniy Dubaydaman, Ruhan Toshkentdalar. Shunaqa. Mana Yahyo ham shunaqa. Ish. Maza Denislar bilan Milanaga maza. Milana, do you like this boat? More luxurious villa hotels, madam. So we call Malakia Villa area. There is a Endi atrofga qara. Temurchi qo'yib beraman, mana. Qo'g'irchog'ini olib qo'yib, telefonni berdim, qaytib berdim. Nimaga siqilyapsizlar hozir mana? Armon bo'lib qolganmishim. Armon bo'lib qolganmish-da. Razmerni qo'yib. Ko'rganmisizlar o'rtoqlar shunaqa shapagolik odamni? Hech ko'rganmisizlar mana shunaqa butik magazinlarda, mana bunaqa mollarda yurib shopping qilib yurganimni? Chunki men qiziqmayman tabiatan. Mana bu odam haqiqiy shapagolik. Va bo'laman, rasmga oldim. Mana shu joylarda yashaydi bu odam, mana Lacoste, Boss. Lekin voz kechdingiz-a Lacoste'dan ancha payt adasi, xudoga shukr. Yoqmay qoldi, nimagadir. Nega? Yopilib ketibdi adasi. Boss bilan ishlamayotgan ekan. Yo'q, ishlamayotgan ekan-da. Ketdik, bolalar charchashdi-da. Faqat kutib o'tirishdan biz charchadik. Qidirmay Yahyo, ketdik. Let's go. Yo tavba. Ужас.